O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi bir dona like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 20, 21, 22 may kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20 may kuni 30-35 daraja, 21-22 may kuni 33-38 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 20 may kuni kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja, 21 may kuni kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja, 22 may kuni kechasi 15-20 daraja, kunduzi 25-28 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.